Hammaga xayrli tong. Bugun dam olish kunida bavaqt turib, zavtrakka kolbasadan shunaqa buterbrodlar pishirdim. Bugun ehson chekdi musobaqalari bor edi, shuning uchun ularni ham narsalarini tayyorlayapman. Bugun 6 ta komanda bilan o'ynashadi, juda kuchli komandalar bilan. O'tgan safar 10 ta komanda bilan o'ynaganda 3-joyda olib kelgan edilar. Bugun ham iloyim yutib kelsin deb ertalabdan chaqaman duo qilib yotibman. Niday bog' yutqizdirib qo'ysa, yig'lab isterikani boshlaydi. Judayam yomon ko'radi yutqizdirishdi. Real yutqizdirgandan shaqa endi o'ziga kelayotgan edi. Tim bo'li bugun mazasi yo'q, ertalabdan yo'talib yotibdi. Treneri iltimos qilgani uchun ketyapti bugun. Undan ham ko'ra menda qo'rquv juda kuchli bo'lyapti. Qo'rqib yotibman, agarda yutqizdirib qo'ysa nimagadir xarakteri shunaqa buni yig'lab dod deb oladi.